Bugun Kinochilar uyida ajoyib o'zbek bolajonlari uchun Sehrlandiya multfilmining premyerasi bo'lib o'tmoqda. Ushbu loyiha yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'naviy-ma'rifiy g'oyalarni qamrab oladi, haqiqiy Sehrlandiyaga olib kira oladi. Filmning g'oyaviy yo'nalishi do'stlik, jamoaviylik, jasorat, insof, mas'uliyatni his etish, yovuzlikka qarshi birlashish, kurashish va insonparvarlik kabi umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etishga qaratilgan. Eng asosiysi milliyligi bilan. Milliy o'zimizni mutaxassislar, o'zimizni bolalar, o'zimizni san'atkorlar yaratgan. Film qahramonlari to'rt do'st, ya'ni Timur, Ulug'bek, Bobur va Jaloliddin tasodifan sehrli portal orqali ixtirochi zamonning qarorgohiga tushib qoladilar. Asar o'zbek tilida, milliy ruh va tarixiy merosimizga mos ravishda yaratilgan. Film qahramonlariga Abdurahim Abdukarimov, Ulug'bek Shodibekov, Jahongir Xo'jayev, Badriddin Husniddinov, Shahzoda Muhammedova, Behzod Muhammadkarimov, Boyir Xolmirzayev, Alisher Uzoqov va boshqalar ovoz bergan. Sehrlandiya ko'ryapsiz mana, yosh bolalarga qo'shilib, yosh kattalar ham mazax tomosha qildi. Oxiridagi qarsiga odam jo'shqinlanib ham ketdi. Ijodkor sifatida shu multfilmda ovoz bergan dublyaj aktyori sifatida men o'zim to'liq multfilmni endi ko'rdim. Umumiy ma'noda rostagasim zo'r, qanaqadir g'urur bilan tomosha qildik, chunki o'zimizni milliy multfilm chiqqanidan birinchi navbatda g'ururlangan bo'lsak va o'sha bobolarimizning ismi yana ham jarangli chiqdi. Jaloliddin, Bobur, Timur, mana shunaqangi ismlar ham juda ham jarangli chiqqani menga juda ham yoqdi. Barcha O'zbekistondagi yosh bolajonlarni Sehrlandiya multfilmini tomosha qilishiga tavsiya qilaman. Sehrlandiya multfilmiga ovozlashtirish jarayonlari juda ham qiziqarli bo'ldi. Albatta, rejissyor Jahongir Ahmedovning tashabbuslari bilan birgalikda va bizning yurtboshimizning takliflari bilan birgalikda mana shunaqa zo'r multfilm paydo bo'ldi. Bu albatta faxrlanarli. Ayniqsa bu multfilmda mening missiyam shundan iborat bo'ldiki, Bibi qahramoniga ovozlashtirish edi. O'ylaymanki, barcha tomoshabinlarga, shu jumladan mening farzandlarimga ham yoqadi, chunki bolajonlarim juda ham kutishyapti. Grafika bo'yicha birinchi marta bunaqa katta metrajli multfilm suratga tushirildi. Menimcha o'ylayman davomiylik bo'ladi va keyingilar undan ham zo'r chiqadi. Bunisi ham o'ziga yarasha bo'ldi. Bolalarga o'zgacha ruh baxsh eta oldi deb o'ylayman. Men juda ham xursand bo'ldim va albatta aziz ota-onalar vaqtingizni ajratib, albatta bolajonlarni olib Sehrlandiya multfilmini ko'rishga tashrif buyurishligini so'rab qolgan bo'lar edim. Barcha yurtimizdagi bolajonlarimiz, ota-onalarimizga tavsiya qilaman. Film yaratilishi doirasida raqamli o'yin, bolalar uchun kitob va tematik suvenir mahsulotlari ham ishlab chiqilgan bo'lib, loyihaning kompleks targ'ibot va media yo'nalishlarini kengaytirishga xizmat qiladi.